Uyghur tili asos bilimlari, til tavushlari va harf. So'zlarni tashkil qiladigan tavushlar til tavushlari deb ataladi. Til tavushlarining yiziqda ifodalanishi harf deyiladi. Bo'g'im so'zlar ig'izdan bir va bir qancha bo'laklarga bo'linib chiqadi. So'zning ashu bo'laklari bo'g'im deb ataladi. Uyg'ur tilidagi so'zlarning bir bo'g'imda birli so'zliq tavush harfi bo'ladi. A bilan A'ning farqi. San, al, ana, sen, el, ana, tapti, at, ata, tepti, et, ete. O bilan Ö'ning farqi. Bol, tol, oy, böl, töl, öy, or, tor, toş, ot, ör, tör, töş, öt. U bilan Ü'ning farqi. Un, uz, tul, tuz, ün, üz, tün, tüz. E bilan İ'ning farqi. Eti, eşi, tez, sezish, iti, ishi, tiz, sizish. İlip bani tugatdim. G'uncham maktabdan nihoyatda xushal qaytib keldi da dadasiga. Dada, men ilipbani tugatdim dedi. Dadasi xushal bo'lib G'unchamga. Nihoyatda yaxshi bo'pti. Qani o'qib beqing'a, qizim dedi. G'uncham ilipa kitobdagi bir tekstni qilcha duduqlamay o'qib berdi. Dadasi, "Barakalloh qizim, yaxshi o'rganibsiz" dedi-da, G'unchamning peshonasiga suyib qo'ydi. Hem sizge endi türlük yaxshi kitaplarını elip berimen, tirishib o'qing. Cho'ng bo'lganda yaramliq odam bo'lib, vatan xalq uchun to'kib qo'shing dedi. G'uncham dadasiga qarab kulib turib, "Dada, men cho'qim umidingizni oqlayman" dedi.